Bosh xizmatchi Yon, oshxonamizga xush kelibsiz. Demak, eshitganingizdek, mana bu yangi bosh oshpaz. Buni Hazrati oliylari tayinladilar. Xayrli kun. Avval uchrashganmiz, ammo rasmiy tanishib olay. Men Yonjiyon. Bu esa menga yordamchi So Gilgim. Barchangiz bilan tanishganimdan xursandman. Unda ishlaringni davom ettiringlar. Bugun ovqat o'z vaqtida pishsin, tayyor bo'lsin. Xayr, salomat bo'ling. Bilmayman, qanday hunar yoki mahorat bilan ayol kishi bosh oshpazlikka chiqdi ekan. Ammo bu lavozim katta mas'uliyat talab qiladi. Har navbatda ishlaydigan odamlar soni 195 ta, 2 navbat bo'lgani uchun jami 390 kishi. Ularni hech qanday xato qilmay boshqarishingiz shart. Bu lavozim 6-darajali oshpazga tegishli. Ya'ni bosh oshpazning zimmasidagi mas'uliyat shudir. Qara, qanday ravon gapirdi, umuman tutilmadi. Lekin 390 odammi? Eng mashhur hotellardan ham ko'proq oshpazlaringiz bor ekan. Juda hayratlanarli. Hotel nima, mehmonxona nima u? Xullas, sizdagi yangi ayol oshpaz bu mas'uliyatlarni umuman ko'tara olmaydi. Shuning uchun sharmanda bo'lmasdan oldin maslahatim o'zingiz keta qoling endi. Shoshmang. Bu yerda eng yuqori martabali kim? 가장 높은 분 Sizmi? Kim ekani? Menmi? Albatta, bosh oshpaz. Bu yerda menman. Katta oshpaz Yon. Qirolning taomlarini shu paytgacha o'zim tayyorlab kelganman. Ha, tushunarli, oshpaz om. Unda Men asosan taomlarning garniri bilan shug'ullanaman. Men oshpaz Simman. Olov va ziravorlarni boshqaraman. Men tayyorlayman guruch va shunga bo'ldi, yetar. Yo'q, Tanishuv ham tugadi. Qirollik ovqatini tayyorlashni boshlaymiz. Agar vaqtida ovqat bermasangiz, zoti oliylarining jahli chiqadi. U kishining qandayligini bilasiz-ku. Nima? Bu bilan nima qilmoqchisiz, nima demoqchisiz? Siz ham o'z vazifangizni bajaring. Bu yerda hamma teng huquqli. Nechta taom va qanday turdan bo'ladi? Sho'rvaga qanday go'sht solinadi? Qanday rangli masalliq ishlatiladi? Oy, bo'ldi, bas qilsangiz-chi. Qirollik oshxonasida nimani ham bilardim. Men bu yerda faqat zoti oliylari istaganlari uchun shu yerdaman. O'lay agar gaplarga tushunmayapman. Odatdagidek qilaveringlar. Oshpazon va oshpazmen hammasini bajarishadi. Albatta, ikkalangiz hammasiga javob berasiz. Men aralashmayman. Bu yana qanday gap so'z bo'ldi? Oshpazmisiz o'zi? Nega bunday deyapsiz o'zi? Men allaqachon zoti oliylariga aytdim. Hozircha hech narsa qilmayman. Faqat kuzataman. Agar uning gaplari rost bo'lsa, bugun so'nggi kunim ham bo'lishi mumkin. Zoti oliylari bunga yo'l qo'ymasligi kerak edi. Lekin u aldamayotganga o'xshaydi. Oshpazmin, pichoqlarni charxla. Ha, bo'ladi, hozir. Sho'rva uchun tezda go'shtlarni olib keling, nega qarab turibsiz? Qani tezlashing. Souslar esdan chiqmasin. Qani ziravorlar bilan bu yerga. Voy xonim, juda ham zo'r ish qildingiz-da. Men bunday holatlarni ko'p ko'rganman. Bu menga o'tmaydi. Kim xonim, xush kelibsiz. Xato qilmang, o'tirmang. Qani bo'la qoling. Oshpaz Yon. Ha? Hazrati oliylari sizni chaqiryapti. Hazrati oliylarimi? Nega meni ko'rmoqchi ekan?